Dünya Uyghur Qurultayı reisi Dolqun Aysa Vengriyada o'tkazilayotgan Dünya Asonliq Millatları Huquqlari yozliq kursida leksiya so'zlab Uyg'urlar vaziyatini tonishtirdi. Dünyanın her qaysı joylardan 5 qit'adan yosh nesillarni tanlab xalqaro qonunlar bo'yicha dunyoning har qaysidagi azilliqlar deb atalgan azilliqlarning huquqi, yerlik millatlar va milliy davlatlardagi kishilik huquq qoida prinsiplari Birlashgan Davlatlar Tashkilotining kishilik huquq bayonnomalari haqida bir tarbiyalash kursi olib borildi ekan. 6. navbatlik Dünya Asonliq Millatları yozliq kursi deb atalgan mazkur kurs Vengriya poytaxti Budapestda 16 iyul boshlangan bo'lib, bu yozliq kursni Vengriyadagi davlatlik xalqaro ommaviy munosabatlar universiteti, Tamlantos instituti va London Middlesex universiteti birlikda uyushtirgan. Bu kurs 21 iyulgacha bir hafta davomlashadi ekan. Kurs programmasida Uyg'urlar masalasiga maxsus bir bo'lim ajratilgan. Dünyada belgilik ta'sirga ega bo'lgan kishilik huquq faoliyatchilari, advokatlar, siyosatchilar, xalqaro munosabatlar mutaxassislari, ekonomistlar, jurnalistlar kelib dars berdi ekan. Uyg'urlarning huquq masalasi, Uyg'urlarni tanishtirishmi bu muhim bir program qatorida buningga kirgizilgan ekan. Bu munosabatlar meni buningdan 4 oy burun doklad berishimni, leksiya berishimni iltimos qilgan. Men bugun Budapestga yetib kelib bu kursga qatnashdim. Mazkur kursni tashkil qilgan o'rinning to'g'ri ma'lumotidagi uchurlardan qaraganda, bu kursga doktorlik va magistrlik unvoni uchun o'qiyotgan o'quvchilar va boshqa mutaxassislar qatnashadigan bo'lib, buningda Birlashgan Davlatlar Tashkilotining kishilik huquq xitobnomasi va yerlik xalqlar huquqi xitobnomasida ko'rsatilgan milliy, diniy va til jihatlardan oz sonliqlar hisoblanadigan millatlarning turli huquq masalasi muhokama qilingan. Shuning bilan birga yana osonliq millatlar huquqlari masalasida Birlashgan Davlatlar Tashkiloti, Yevropa Ittifoqi, Yevropa bexatarlik va hamkorlik tashkiloti ham boshqa xalqaro tashkilotlarning o'ynaydigan roli qatorliq nuqtalardami leksiyalar so'zlangan. Dünya Asonliqlar munbiri kursiga ilgari Uyg'urlar qatnashib boqmagan bo'lib, bu navbat Uyg'urlarga vakolatan Dünya Uyghur Qurultayı reisi Dolqun Aysa apandi Uyg'urlar masalasi haqida leksiya va doklad berishga alohida taklif qilingan. Manga berilgan vaqt 40 minutlik bir vaqt. Buningda biri mushu Sharqiy Turkiston va Uyg'urlar haqida umumiy bir doklad berish, uningdan keyin bugungi Sharqiy Turkistonninki vaziyatlari haqida, siyosiy, iqtisodiy, madaniyat va diniy e'tiqod erkinliklarining vaziyatlari haqida tafsiliy doklad berish. Uningdan keyin Dünya Uyghur Qurultayining xalqarada olib berayotgan faoliyatlari va buning tajribalarini tanishtirish. 3 bosqich bo'yicha mening bir leksiya berishimni iltimos qilgan. Men mushu 3 bosqich bo'yicha bugun bu yerda doklad berdim. Budapestdan ziyoratimizni qabul qilgan Dolqun Aysa apandi oldi bilan bu bir haftalik kursning asosiy mazmuni to'g'risida bizni ba'zi ma'lumotlar bilan ta'minladi. 5 bosqich bo'yicha bu program elib berilgan. Birinchi bosqichda Birlashgan Davlatlar Tashkilotining kishilik huquq prinsiplari, inson huquqlari ahdnomalari va har qaysi davlatlardagi buning ijro qilinish avvallari, dunyoning har qaysi sohasidagi azilliqlarning huquqlari, yerlik millatlarning huquqlari, milliy davlatlarning bu ahdnomalarni qanday ijro qilinish avvallari haqida Birlashgan Davlatlar Tashkilotining alohida raportorlari va mutaxassislar bu masalani tanishtirib o'tgan. Ikkinchi bosqichda Yevropadagi kishilik huquq meselelari ve Avrupa'daki assallıklarınki huquq meselelari. Üçüncü bosqichda Şimali Amerika'daki assallıklarının huquq meselelari, davlat kishilik huquq programlarını icra qilish meselelari g'oyat matnlar tanishtirilgan. To'rtinchi qismda Afrikadagi davlatlarning kishilik huquq vaziyatlari va yerdagi assalliq millatlarning, qabilalarning va yoki milliy davlatlarning vaziyatlari haqida muzokaralar, talash-tortishlar olib berilgan. Ondan keyin 5-qismida O'rta Sharq va Osiyodagi davlatlarning, hukumatlarning kishilik huquq masalalari, qonun bilan idora qilinish masalalari, yerdagi asonliqlarning huquqlari masalalari, o'xshaydigan mushundaq masalalar haqida leksiya berish, mushu shaklda bu bir haftalik programmasi elib berilgan. Vengriya Tamlantos institutining mudiri Anna xonim ziyoratimizni qabul qilib, bu qatimki yig'inda Xitoy besimi ostidagi Uyg'urlar masalasiga alohida o'rin berganligini eskartdi. The Uyghur case, in particular from China, has been raised several times during the 6 years of this global. Qirg'izistondan kelib bu yig'inga qatnashgan Farhad apandi yig'inning yaxshi o'tganligini tilga oldi. Dolqun akamning dokladi bek muhim bo'ldi. Uyg'urlarning hozirgi ahvollarini bildirdi odamlarga. UN bo'lamdi, Yevropaning birlashma bo'lamdi. Bek muhim narsa menimcha. Mening maqsadim bu kursga qatnashib, inshaalloh uyga qaytib bir proyekt yasab Qirg'izistonda yosh Uyg'urlar qatnashsin deb mening bir umidim bor.
Dünya Uyghur Qurultayı muavin reisi Farhat Muhammadi Efendi axırkı bir qancha haftalardan buyon G'arb demokratik davlatları hukumatlarining Uyg'urlar masalasiga bag'ansiri ko'ngil bo'lishga boshlaganligini, bo'libmi jazo lagerlari masalasida qurultay xodimlari bilan jiddiy ko'rishishlarda bo'layotganligini hamda turli yig'inlarga taklif qilayotganligini tilga oldi. Yaqinqi mezgillardan buyon xalqaro jamoatchilikningki, bo'libmi G'arb dunyosiningki Uyg'urlar masalasiga bo'lgan qiziqishi intayin yuqori bir pallaga ko'tarildi. Dunyo Uyg'ur Qurultayining raisi Lo'qin Iso apandim Birlashgan Davlatlar Tashkiloti bo'lsin, yoki Yevropa ittifoqida bo'lsin, yoki Yevropa parlamentida bo'lsin, ba'zi G'arb davlatlarining hukumatlarida bo'lsin, orqadan Uyg'urlar masalasi haqida alayda taklifga asosan berib maxsus Uyg'urlar masalasi haqida mustabid komissiya Xitoy hokimiyatining Sharq Turkistonda tasdiqlagan jazo lagerlari masalasi haqida doklad berib kelyapti. Masalan, bu qatim Vengriya bo'lgan faoliyatmi, shu faoliyatlarning birisi bu Uyg'ur davosiningki bugun rasmiy xalqaralashganligini ham mustabid komissiya Xitoy hokimiyatining Uyg'ur xalqiga qilayotgan zulmlarga dunyo jamoatchiligining yaqindan diqqat qilayotganligini bo'lib, mustabid komissiya Xitoy hokimiyatining Sharq Turkistonda tasdiqlagan jazo lagerlari masalasiningki rasmiy bir xalqaro masala sifatida o'tirg'a chiqib talash-tartib qilinayotganligini ko'rilish mumkin. Bo'lib, G'arb matbuotlarida Dunyo Uyg'ur Qurultayining markaz qilgan Uyg'ur milliy harakatiga oid xabarlar, mustabid komissiya hukumatining Sharq Turkistonda qilayotgan zulmlarga oid xabarlar har kuni tegidek nihoyatda ko'plab e'lon qilinyapti. Bu qitimqi kursqa ko'plagan davlatlardan muhim siyosiy arboblar va ilm odamlari qatnashgan bo'lib, Lo'qin Iso apandi o'z leksiyasida Uyg'ur diyorining tarixiy, siyosiy, ijtimoiy ahvollari to'g'risida so'zlab qolmay, Uyg'urlarning navbatdagi vaziyati to'g'risida to'xtalgan. Sharqiy Turkistonninki siyosiy tarixi, mustamlik tarixi va shundaqla Sharqiy Turkistonning nopsilari haqida tushuncha berib o'tdim. Uningdan keyin bugun Sharqiy Turkistonda yuz berayotgan voqealar siyosiy jihatdan, iqtisodiy jihatdan, madaniyat jihatdan, til asmala siyosiy jihatdan va shundaqla kamplar masalalari haqida doklad berdim. Dokladning oxirgi qismida shu Dunyo Uyg'ur Qurultayining qurilishi va Dunyo Qurultayi qurilgandan buyon hozirgacha xalqarada Birlashgan Davlatlar Tashkilotida, Yevropa parlamentida, milliy davlatlarda, parlamentlarda, xalqaro tashkilotlar bilan olib borayotgan faoliyatlari, shuning bilan birga bu jarayonda qanday tajribalarni yakunlaganliklarimiz, bu shaxsda o'zimizning tajriba saboqlarini dunyoning ham yerdan kelgan yosh rahbarlarga tonishtirish fursatimiz bo'ldi. Dunyo Uyg'ur Qurultayi raisi bu qatimki yig'inda yana Vengriya, Yevropa parlamenti va Birlashgan Davlatlar Tashkilotining bir qism muhim arboblar bilan uchrashish fursatlariga erishgan hamda Uyg'ur diyoridagi jazo lagerlariga qarta chora tepish ustida muzokaralarda bo'lgan. Muhim arboblar kelgan dunyoning ko'plagan universitetlarida dars beradigan professorlar, masalan, Liverpool universiteti deymiz, Middlesex universiteti deymiz, London universiteti deymiz. Undan boshqa xalqaro kechirim qilish tashkilotininki vakillari, Birlashgan Davlatlar Tashkilotininki bir qancha alayda vakillari, masalan, Fernando degan kishi, Birlashgan Davlatlar Tashkilotininki kishilik huquq oliy komissarining vakillari va o'xshamagan bir qancha maslahat komitetlarininki mutaxassislari, aningdan keyin Yevropa inson haqlari mahkamasininki sudchilari, Yevropa inson haqlari mahkamasininki advokatlari, vengriyalik siyosatchilar, Yevropa parlamentining bir qism parlament a'zolari aytdi. Muhim arboblar bu yerga dars bergan. Shular bilan bu yerda yana ayrı shaklda mush navbatdagi bizning masalamizni ko'rishish, buning yo'llarini izlanish haqida yaxshi bir tajriba almashtirish, so'zlashish, tanishish fursatlarimiz bo'ldi. Qadirlik radio anglag'uchilar, Dunyo Uyg'ur Qurultayi raisi Lo'qin Isoning Dunyo osonlik millatlar huquqlari kursida Uyg'urlar haqida doklad taqdim qilganligiga doir ma'lumotni diqqatingizga sunduq. Germaniyadan Akram anglatdi.